Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi bemorimiz Qozog'iston fuqarosi. Bundan 40 kun oldin chap tomonlama eshik pasayishdan shikoyat qilgan. Demak, chap tomonlama endoskopik timpanoplastika operatsiyasini bajarganmiz. Yoshlari 48 da. Hozir qayta ko'rikka keldi, bitta tekshirib ko'ramiz. Operatsiya qulochidan endoskop yordamida bajarilgan. Hozir to'shadik. Mana qon izlari bor biroz va mana emas. Demak, mana pardani holati ko'rishingiz mumkin. Parda butunlay tiklangan. O'rtasi katta defekti bor edi. Defekt yopilgan, mana qon tomiri o'sib, pardaning holati ideal holatda. Bor yo'q endi 40 kun bo'lgan. Biz bilamizki, pardani holati 6 oydan keyin baholanadi. Inshaalloh 6 oydan keyin bitta kelganlarda organlarni qilib sabunlashamiz. Kuningiz xayr bo'lsin, salomat bo'ling. Ko'p rahmat. Qo'lingiz yengil bo'lsin. Operatsiyadan keyin og'riqlar bo'lmadimi? Og'riq bo'lmadi, og'rimadi. Yaxshi o'tdi. Kuchli bo'ldi. Salomat bo'ling, sog'ayib keting. Xudo xolasa yana ham ochiladi hali qulog'ingiz. Xo'pmi? Hozir ancha o'zgarish bo'ldimi? Bo'ldi, yaxshi. Hozirgina ochildimi? Ochilib turadi. Qitir etadi. Gazandan olgandan keyin ochildi. Yaxshi. Xudo xolasa bundan ham yaxshi bo'ladi inshaalloh. Rahmat. Ko'ramiz bitta. Qaraykan. Qozog'iston fuqarosi har doim nima bo'ladi? Bizga shifo ko'p keladi. Qozog'iston brendi bitta Merci. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Sog'ayib keting, kasal bo'lmang. Rahmat. Qadar ko'chun rahmat, xayr bo'lsin.